Sunukungning opsi kimmi? Her qanday bir canlıqning opsi dadisi bo'lgan, undaqda sunukungning opsi dadisi bormi? Bu mendan eng ko'p so'riladigan savollarning birisi. Oldingi sonda men sunukungning dadisi haqidagi bir qism uchurlarni so'zlagan. Bu qismda sunukungning opsi haqidagi rivoyatlarni anglab baqilay. Rivoyatlarning birisida sunukungning opsi Shi Jinyangyang deydi. Chunki Noja uning inisini o'ltirib atqashqa Shi Jinyangyang kelib Nojadan qisas sog'il kelib buni bilan urushdi. Bu vaqtda Nojaning ustozi Yudi Jin'nin o'ttirg'i chiqib, bunun qarıştırdı ve Shi Jinyangyangni taşqa o'zgartib qatirib qo'ydi. Keyin mushu tashdan Sun Wukong chiqqan deydigan bir rivoyat bor. Mazmunning uchib ketmaslik uchun bir yurak bilib meni qo'shib olinglar. Yeni bir bakarak so'zlandig'ini Nuwa Sun Wukongning opsi deydigan qarash. Nuwaning osmon yamishi deb bir qissa va burun anglagan bo'lishinglar mumkin. Shu rivoyatlarda avliyolarning ko'rishida osmon teshilib ketdi. Shuning bilan bu yerda yomg'irlar yog'ib, chaqmoqlar tushib, zaminni to'xtatmay baloyofat bo'ldi. Butun Sanjiga bir baloyofat keldi. Şunun bilan Nuwa bu yerda o'zi kelib osmonni yamaydi. Osmonni yamaydiganga 36501 dona siyirlik Hasan Husayn toshini ekildi ve bu vaqtda 36500 tal toshni ishiltibla osmonni yamaydi. Oxirida bir tal toshni Chiman tog'i bilan Sharq dengizining o'rtasiga tashlab qo'ydi. Keyin mushu toshdan Sun Wukong to'ralgan deydi. Mayatga sonliq ma'lumot qaranglar 36500 yani 1 yil 365 kunga simbol qilingan. Oyatga bir ortig'i 4 yıl bir kıldıgan Kabe səcili. Unda qoğanda 2-ci ayının 29-cu günü tug'ilganlar, balkim Sun Wukong bilan bir kunda tug'ilgan bo'lishinglar mumkin. Diqqat qilinglar. Endi qaranglar, Qizil vaqtdagi tushdagi Jaba uyumu mushu toshdan to'ralgan. Qonluğunun kitabını o'qib baqqanlar bo'lsa bilish mumkin, kitobning 5-da mushu rivoyat so'zlandi. Şunun için Qizilrabaq tushining yeni bir ismi Shitoji taşning rivoyati. Jishavlarning filmini ko'rgan bo'lg'aytinglar, shu vaqtda Qizilrabaq tushini bitta kitob deb cheklagan vaqtda Jishavlar buningga taşning rivoyati deb bir ism qo'yib xalq sunudi. Bu taşning rivoyatiga ismning kelish manbasi asli shundaq. Bu Jaba uyumi mush toshdan to'ralgan. Manda sirliq tosh-ku bu. Endi buning hammasi bir rivoyat, g'arib sayat, qo'li bo'lgandan keyin televiziyada ishlangandan keyin mushning munosabatlik amali bavlarning deymiz, Shiyoji Changchuan deymiz, Fengshunyayi deymiz. Har xil rivoyatlardan o'ttirg'i chiqib, shundaq bog'lanib bir holatda rivoyat so'zlanib bir-birsiga bog'lab taklif qilib, shuning bilan chiqqan. Biroq g'arib sayat xotir qarsak, aniqlab Sun Wukong mushayat bir toshdan osmon va zamin orasida to'ralgan deb aniq xotirlangan. Hamsi shu Puti Lavzuning karomati deb. Albatta buning hamsi bir rivoyat-ku va mushunda g'arib sayat, ushbachalik haqida qissa, suv bo'yida Qizilrabaq tush qatorliq mazmunlarni yoqtirgan do'stlar, meni guvanjo qo'yinglar. Texim nadir mazmunlarni davomli so'zlayman. Bugun do'stlarga Nurali ablamizning hayotingizdagi 84 ming xil imkoniyat degan kitobi bilan 1 yildagi 8760 soat degan kitobni tavsiya qilaman.